Arkadaşlar biz videoda hazırki en köp işletildiğin tor körgülerinki şu şahsi bexatarlikni qo'g'dash nusxasi, ya'ni shaxsiy nusxasini qanday ishlatishni bir qurdilam ko'rsatib o'taman. Chunki biz odatda to'g'ri chiqqanda tor ko'rgi ishlatish majbur bo'lamiz. Bevosita to'g'ri chiqqila olmaydi. Biz eng ko'p uchraydigan tor ko'rgilardan Chrome, Firefox, Safari, andan keyin Edge yoki IE ishlatayotgan sistemaga asosan, masalan, Mac ishlatayotgan bo'lsanglar, Safari'ni ishlatishinglar mumkin. Lekin yana kishilarning shaxsiy tanlashiga bog'liq. Ba'zi odamlar Chrome'ni yaxshi ko'rdi, ba'zi odamlar Firefox'ni yaxshi ko'rdi. Hamda hozir kishilarningki turmush saviyasining o'sishiga ergashib, azroq o'zining shaxsiy uchur bexatarligiga ko'ngil bo'ladigan bo'ldi. Odatda shirkatlar har qanday bir tor bekat yoki tor ko'rgi bo'lsin, siz ularning tor betini ziyorat qilgan chog'da sizningki shaxsiy uchurlaringiz shu tor ko'rgida saqlangan bo'ldi. Buni cookies deydi. Cookies degan pranik degan gap. Bu qanday paydo bo'lgan deganda, shu dastlabda, yana 94-yili tordan bir sotadigan, masalan, hozirgi Amazonga o'xshaydigan elektronlik savdo bir tor bekitini dastlab u vaqtda har bir ishlatuvchininki ishlatayotgan kompyuterga oid sonliq ma'lumotlari nimani bosdi deganni ayrim sondan saqlaydi. Shuning bilan sondan to'shab ketib, bir programmer buning boshqa bir yo'lni, ya'ni sondan har bir ishlatuvchininkini sondan qochilgandan shu ishlatuvchining uchurlari har bir ishlatuvchining kompyuterlarida saqlansa, biz shunlam ishlatsak deb bir taklifni o'tirib qo'yib, shuning bilan cookies, ya'ni pranik shuning bilan boshlangan. Odatda siz Amazonni ziyorat qilsangiz, Amazonni o'zingizning nomi bilan kirib, ya'ni login qilsangiz, shu aman sizningki tor ko'rgich Chrome ishlatayotgan bo'lsangiz yoki Safari ishlatayotgan bo'lsangiz, siz burun Amazondan besishdan burun nani ko'rdingiz, nimani bosdingiz, hammasi to'planib ashular o'ziga tanlab oldi. Biz shuni oldini olish uchun, ya'ni shaxsiy uchuringlarning oldini olish uchun biz tor ko'rgininki private mode deydi inglizcha. Shaxsiy modini, shaxsiy cookie'ni, pranikni saqlamaydigan oldini ishlatamiz. Chrome'ninki nima deganda incognito deydi. Chrome'ning shaxsiy tor ko'rgisi incognito. Odatda masalan, Chrome ama DuckDuckGo degan tor betni ishlasanglar, bu bir izlash motori, bu shaxsiy uchurini saqlamaydi. Chrome'ning ko'rdingizmi, o'ng tarafini Customize Control Google Chrome deganni bossaq, bu yerdan bir ko'zdek chiqadi. Buning ichida New Incognito Window, Incognito. Mushni bossaq bo'ldi, buni bossaq mana incognito shakl chiqadi. Bu ya'ni Chrome'ninki shaxsiy, sizning shaxsiy tor ko'rgining shaxsiy holati sizningki shaxsiy uchuringizni saqlamaydi. Shunga bundan keyin masalan Facebook ishlatamiz yoki qandaq torda bir mashg'ulot qilsangiz, Chrome ishlatayotgan bo'lsangiz, incognito shaklini ishlatsangiz bo'ldi. Agar siz Safari ishlatayotgan bo'lsangiz, masalan Safari'ni achay. Men hozir bizning Uyg'ur uchuruq Texnics'ning YouTube kanalini Safari bilan yechayapman. Safari'ni odatda ustida fayl bor, faylni besib, new private window. Buni bossaq, Safari'ninki bizning shaxsiy uchurimizni saqlamaydigan, xuddi Chrome'ninki incognito shakli bo'yicha buning shaxsiy ko'zniki ochiladi. Mana. Hamda miyadma private browsing enabled. Private degani shaxsiy, o'zingizning shaxsiy uchurini qo'g'daydi, hech kim ko'rolmaydi deb qaraldi. Safari ishlatayotgan bo'lsa, Safari'ning bu shaxsiy tor ko'rgi modini ishlasanglar bo'ldi. Hamda Firefox ishlatayotgan bo'lsanglar, Firefox'ni achay. Bu Firefox o't tulkisi degani shu. Odatda Firefox ishlatib qolsanglar, o'xshash yana miyadan fayldan olsanglar bo'ldi. New private window degani. Yoki men o'ng tarafdan New private windowni bossanglar, bu Firefox'ninki shaxsiy modi ochildi. Hamda miyadan mashg'ulot qilsanglar, sizlarninki shaxsiy uchuringiz saqlanmaydi. Hamda oxirgi Edge.
Edge'ni ko'rsatay. Edge degan Microsoft'ninki IE Internet Explorer var tor ko'rgüchi. Şunun yadrosunu yasalgan, onun yeni tor ko'rgüsi hem de umu o'xshash shaxsiy tor ko'rgü modini ta'minlagan. Masalan, Edge'ni açsam, bu Microsoft'ninki Edge. Buni o'xshashligini mana o'ng tarafdagi New in Private Window'ga buni bassaq, buning shaxsiy in private browsing chiqdi. Buningda sizning shaxsiy uchuringizni saqlamaydi. Hech bo'lmaganda, masalan, qaysi tor ko'rgüsini ishlating, shaxsiy modda ishlatsangiz, uni ishlatmagan qaraganda shaxsiy uchuringizni qo'g'daydi.